Tinglovchilar, transport sanoat qishloq xo'jaligi geografiyasidan yangi suhbatimiz yoqilg'i energetika majmui deb ataladi. Yoqilg'i energetika majmui har qanday industrial rivojlangan davlatlardagi eng muhim sanoat tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Yuqorida biz ta'kidlab aytib o'tganimizdek, zamonaviy industriyaning eng yetakchi tarmoqlaridan biri bu yoqilg'i energetika majmui hisoblanadi. Yoqilg'i energetika majmui ikkita yo'nalishdan iborat, ya'ni ikkita sanoat tarmog'idan iborat bo'ladi. Bu yoqilg'i sanoati va energetika sanoati. Energetika sanoati elektroenergetika hosil qilish, uni demak iste'molchiga yetkazib berish va ishlatishdan iborat. Yoqilg'i sanoati esa o'zida tez yonish orqali issiqlik chiqaruvchi va energiya hosil qilishga imkoniyatni beruvchi foydali qazilmalardan minerallarni qazib olish, ularni qayta ishlash, ulardan mahsulotlar olish, xomashyo olish va ularni yoqish orqali issiqlik energiyasini elektr energiyaga aylantiruvchi inshootlar, korxonalar va uskunalardan iborat bo'ladi. Ana shu jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bu ikkala sanoat tarmog'ining yagona bitta majmuaga birlashishining eng muhim sabablaridan bittasi elektroenergetikani albatta yoqilg'i foydali qazilmalarni qazib olish, ulardan foydalanish orqali hosil qilinadi. Eng asosiy energiya manbalari hisoblanadi. Shuningdek, elektroenergiyani albatta tabiiy ravishda, ya'ni masalan gidroelektrostansiyalarda suvning oqim kuchidan foydalangan holda, shuningdek shamol kuchidan, to'lqin kuchidan va yer osti issiqlik suvlaridan hosil qilish ham mumkin. Lekin mamlakatlardagi sanoat tarmoqlarining to'laqonli rivojlanishi, aholi va ishlab chiqarishni to'la ravishda energiya bilan ta'minlashda albatta yoqilg'i foydali qazilmalaridan foydalangan holda elektr energiyani hosil qilish yuqori samarani beradi. Chunki tabiiy omillardan foydalangan holda energiya hosil qilish, elektr energiyasini hosil qilish bu unchalik juda yuqori samarador ham emas. Ko'proq tabiiy sharoit omillariga tayanadi. Mana shuning uchun ham deylik muhim energetika manbaiga ega bo'lish uchun yoqilg'i sanoatini rivojlantirish har qanday rivojlangan mamlakatlar uchun eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Demak, yoqilg'i energetika majmui har qanday industriya rivojlangan mamlakatlarda eng muhim yetakchi tarmoqlardan hisoblanadi va o'zining tarkibida yoqilg'i foydali qazilmalarni qazib olishdan tortib to elektr energetikasini hosil qilish va iste'molchilarga yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladi. Yoqilg'i energetika majmuining tarkibiga nazar tashlaydigan bo'lsak, albatta bu tarkib juda murakkab va keng tarmoqli hisoblanadi. Asosan 3 ta yo'nalishdan iborat. Ko'rib turganingizdek, asosan yoqilg'i sanoati, yoqilg'i sanoatida yonish orqali o'zidan yuqori darajada issiqlik chiqaruvchi foydali qazilmalarni o'z ichiga oladi va ularni qazib olish, ulardan foydalanish, ularni demak qayta ishlash orqali mahsulotlar olish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ikkinchi tarmoq elektr energetika bo'ladigan bo'lsa, bu yerda asosan elektr energiyasini hosil qiluvchi korxonalarni o'z ichiga oladi bu, ya'ni gidroenergetika sohasi, bu yirik daryolarda gidroelektrostansiyalar qurish orqali u yerda elektr energetika hosil qilinadi. Issiqlik energetikasi, ya'ni yoqilg'ilarni yoqish orqali ulardan chiqayotgan issiqlikdan elektr energiyasini hosil qilish. Atom energetikasi, ya'ni atomni parchalanishi asosida deylik elektr energiyasi hosil bo'ladigan energiyani elektr energiyaga aylantiruvchi demak yo'nalish va boshqa manbalar, ya'ni aytishimiz mumkinki hozirgi kunda noan'anaviy deb atalayotgan shamol, quyosh energiyasi, to'lqin energiyasi va hokazolardan elektr energiyasini hosil qilish yo'nalishlari hisoblanadi. Uchinchi yo'nalishimiz iste'molchiga yoqilg'i va elektr energiya yetkazib beruvchi tarmoqlar hisoblanadi. Bu asosan transport yo'nalishlari bilan bog'liq. Shuningdek, albatta hozirgi kunda eng dolzarb bo'lgan quvur transportini nazarda tutamiz. Bu yerda neft va gazni yetkazib berish, shuningdek elektr uzatish liniyalari, ya'ni hosil bo'lgan elektr energiyani demak liniyalar orqali iste'molchilarga va ishlab chiqarish korxonalariga yetkazib beruvchi tarmoqlar. Yoqilg'i sanoatiga ko'rib turganingizdek ko'mir, neft, gaz, torf va slaniz kabi asosiy yoqilg'i turlari kiradi. Shuningdek, albatta biz yoqilg'i sifatida quruq o'tinni ham ko'rsatishimiz mumkin edi.
shuningdek yog'ochni qayta ishlash mahsulotlaridan hosil qilinadigan yoqilg'i turlarini ham ko'rsatishimiz mumkin. Lekin ular hozirgi paytda faqatgina aholiga yoqish orqali o'zini issiqlikni hosil qiluvchi deylik yoqilg'ilar hisoblanadi, manbalar hisoblanadi. Elektr energiya hosil qilishda esa asosan ko'mir, neft, gaz, torf va slanez kabi yoqilg'ilardan foydalanish mumkin bo'ladi. Shuningdek, albatta boshqa kimyo sanoatida yoki keng iste'mol mollarini ishlab chiqarish yo'nalishlarida bu foydali qazilmalardan keng miqyosda foydalaniladi. Biz hozircha ularni yoqilg'i sifatida ko'rib turibmiz. Masalan, aytaylik, ko'mir qazib olish, neft qazib olish, gaz, torf yoki slanezlarni qazib olish hamda ularni elektroenergiya hosil qiluvchi korxonalar, xususan issiqlik elektrostansiyalariga yetkazib berish jarayonini nazarda tutyapmiz. Xo'sh, endi albatta yoqilg'i deyilganda biz asosan yonish orqali o'zidan yuqori darajada issiqlik chiqaruvchi minerallarni yoki materiallarni nazarda tutamiz xom ashyo sifatida. Shuningdek, sizga bitta atamaning, ya'ni atamalarning ma'nolarini ham aytib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bunda demak, yoqilg'i va yonilg'i degan atama ishlatiladi. Yoqilg'i demak, aytaylik, bu tabiatda mavjud bo'lgan o'zida demak tez yonish xususiyatiga, xossasiga ega bo'lgan minerallar bu yoqilg'i deb ataladi. Ular demak quruq ko'rinishda, qattiq ko'rinishda, suyuq ko'rinishda va gazsimon ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. Shuningdek, albatta quruq o'tin ham yoqilg'i turiga kiradi, ya'ni tez yonuvchan o'zidan issiqlik chiqaruvchi material hisoblanadi. Yoki torfni aytadigan bo'lsak, bu botqoqliklarda hosil bo'ladigan yarim chirigan mahsulotlardan hosil bo'ladigan yoqilg'i, ya'ni tez yonuvchan o'zida issiqlik chiqaradi. Yonilg'i esa aynan mana shu yoqilg'i foydali qazilmalar yoki materiallardan hosil qilinadigan va maxsus uskunalardagina yonib, demak u yerda o'zidan energiya hosil qiluvchi mahsulotlar nazarda tutiladi. Xususan o'sha neftdan olinadigan mahsulotlar, benzin, kerosin yoki shunga o'xshash solyorka kabi yoqilg'i foydali qazilmalar, yoqilg'i mahsulotlar, yonilg'i mahsulotlarini ko'rsatishimiz mumkin. Aynan ular muayyan yo'nalishda, ya'ni ichki dvigatellarida yonish uchun maxsus ishlab chiqariladi. Shuning uchun ham ular yonilg'i deb ataladi. Shuningdek, ko'mirdan ham, gazdan ham masalan ana shunday maxsus uskunalarda yonish orqali deylik ish bajaruvchi yonilg'i turlarini ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Bular demak aynan yonilg'i deb atalishining sababi ham ular aynan ana shunday yoqilg'i turlaridan, yoqilg'i xom ashyosidan maxsus uskunalarda, maxsus qurilmalardagina yonish uchun ishlab chiqariladigan deylik mahsulotlarni biz yonilg'i deb ataymiz. Endi mana shu yoqilg'i turlarini bir-biriga nisbatini ham bilib qo'yganingiz yaxshi. Demak, chunki hozirgi kunda juda ko'p yo'nalishlarda, xususan neft va gaz yo'nalishida juda ko'p deylik har xil fikrlar, har xil masalan munozaralar olib borilyapti. Turli xil mamlakatlar manfaatlari, hattoki dunyo siyosiy makonida ana shu neft va gaz mahsulotlari asosiy hal qiluvchi rol o'ynaydigan darajaga yetib qolgan. Shuning uchun ham nima uchun bu yoqilg'i turlari hozirgi kunda nihoyatda dolzarb masala sifatida qaralyapti. Ularning nisbatlari qanday bir-biriga, masalan aytaylik, taqqoslaganda qanday xulosalarga kelishimiz kerak degan savollar tug'iladi. Shuning uchun ham biz bevosita ishlab chiqarish jarayonida zarur bo'ladigan issiqlik holati, shuningdek ularning xususiyatlari haqida shunday xulosaga kelamizki, aynan issiqlik darajasi bo'yicha bir-biridan qanchalik yuqori turadi. Demak, 1 kilogramm tosh ko'mir yonganda ajratiladigan issiqlik miqdorini biz 1 kilogramm shartli yoqilg'i issiqligi deb olamiz. Ya'ni 1 ga teng deb olamiz o'shani. Bu degani demak shartli yoqilg'i sifatida biz aynan 1 kilogramm tosh ko'mir yonganda chiqadigan issiqlik hajmini nazarda tutyapmiz. Va aynan ana shu issiqlik nisbati 1 deb olinadigan bo'lsa, qolgan mahsulotlarni, ya'ni qolgan yoqilg'ilarning 1 kilogrammi yonganda qanchalik issiqlik ajralib chiqadi unga nisbatan. Mana jadvalda ko'rib turganingizdek, neftning 1 kilogramm yonganda 1,5 barobar issiqlik koeffitsiyenti hosil bo'ladi. Bu yerda joulda 1000 kilokaloriyada ko'rsatilgan. Demak, qay darajada yuqori ekanligini ko'rib turibsiz tosh ko'mirga nisbatan. Demak, neft va gazning, shuningdek qo'ng'ir ko'mir, slanez, torf yoki quruq o'tinning ham tosh ko'mirga nisbatan qanchalik darajada ekanligi jadvalda ko'rinib turibdi.
va aynan ana shu issiqlik koeffitsiyenti yoki kilokaloriyasi bizga aynan ana shu energiyaning nisbatini beradi. Ya'ni ishlab chiqarishda, uskunalarning ishlashida, motorlarning ishlashida, masalan aytaylik, elektr energetika hosil qilinishida aynan shu darajadagi issiqlikning qanchalik yuqori bo'lishi biz uchun juda ahamiyatli hisoblanadi. Mana shuning uchun hozirgi kunda neft va gaz yoqilg'i sifatida juda yuksak qadrlanadi. Barcha sohalarda ularga nisbatan deylik yuqori darajada urg'u beriladi. Ko'rib turganingizdek, hozirgi mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarda ham, dunyo siyosatida ham aynan ana shu neftning narxi deylik mamlakatlar o'rtasidagi tinchlikni, hattoki ular o'rtasidagi hamkorlikni qanchalik darajada ushlab turganligini ko'rib turibmiz. Xususan ana shu neft va gaz borasidagi bahs munozaralar dunyodagi eng yirik davlatlar bo'lgan o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Xitoyga o'xshagan davlatlarning bir-biriga nisbatan qanchalik munosabatini shakllantirishiga yo'naltirib turibdi. Xo'sh, ana endi yoqilg'i energetika balansi degan tushuncha ham nazarda tutiladi. Bu yerda buni tushunib qo'yishingiz kerakligi, demak, yoqilg'i energetika balansi deyilganda yoqilg'i turini topish, qazib olish, uni tashib olib borish, uni qayta ishlash va yoqilg'i sifatida yongandan keyin yonishi natijasida hosil bo'ladigan energiyasidan qanchalik foyda olishimiz o'rtasidagi nisbat nazarda tutilyapti. Oddiy qilib aytganda, demak, biz uni o'sha aytaylik, masalan, misol uchun neft konini qidirib topishga ketgan xarajat, uni qazib olishga ketgan xarajat, uni tashishga ketgan xarajat bilan u yongandan keyin energetika qanchalik darajada energetika hosil qilyapti, elektr energiya hosil qilyapti va undan biz qanchalik foyda olyapmiz. Ana shu foyda bilan xarajat o'rtasidagi deylik balans, bu yoqilg'i energetika balansi deb aytiladi. Va demak, qaysi yoqilg'i turini qazib olish foydaliroq, bizga ko'proq foyda keltiradi, ya'ni masalan qazib olish uchun ketgan xarajatlarni qoplay oladi, qoplash undan yuqoriroq foyda kelishi albatta bu yerda nazarda tutiladi. Shuning uchun ham mana biz 21-asrning birinchi 10 yilligidagi dunyo yoqilg'i energetika balansini yoqilg'i turlari bo'yicha ulushlarni ko'rsatyapmiz. Bu yerda neft demak birinchi o'rinda turibdi 36.8%, ikkinchi o'rinda ko'mir turibdi 27.2% va qolgan demak yoqilg'i turlarining balanslarini ham ko'rib turibsiz. Endi buning sababi shundaki, albatta neft faqatgina yoqilg'i sifatida emas, balki kimyo sanoatida, shuningdek yengil sanoat, oziq-ovqat sanoat va barcha sanoat tarmoqlariga zarur bo'ladigan mahsulotlar beruvchi asosiy deylik xomashyo hisoblanadi. Albatta birinchi o'rinda u yoqilg'i sifatida juda qadrli. Ko'mirga keladigan bo'lsak, rivojlanayotgan davlatlar, yirik rivojlanayotgan davlatlar bor. Masalan, Xitoyga, Hindistonga, Braziliyaga o'xshagan yoki Meksikaga o'xshagan yoki boshqa mamlakatlarni ham oladigan bo'lsak, asosiy elektr energetikasini ular ana shu ko'mirni yoqish orqali olishyapti. Chunki neft sotib olish, uni tashib olib borish uchun ularning agar hududlarda o'sha neft konlari bo'lmasa, ularni doimiy sotib olishga to'g'ri keladi. Ularning masalan Hindiston hududidagi ko'mir konlarining nihoyatda katta zaxiralari bor, yoki Xitoy hududini aytadigan bo'lsak, ularda ham katta zaxiralar bor. Ular o'sha neftni Rossiyadan yoki boshqa hududlardan sotib olib kelib, ularni yoqilg'i sifatida ishlatishdan ko'ra demak o'sha ko'mirni yoqilg'i sifatida ishlashni afzal ko'rishadi. Neftni ham sotib olishadi albatta, lekin neftni yoqilg'i sifatida emas, balki asosan boshqa yo'nalishlarda, xususan o'sha yonilg'i, ularni qayta ishlash orqali yonilg'i ishlab chiqarishda yoki deylik kimyo sanoatida ishlatishlari mumkin. Bu yerda shuning uchun ham ko'mirning ulushining kattaligi shunday tushuntirsak bo'ladi. Tabiiy gaz yoki atom energetikasi boshqa turlarini oladigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlarning ba'zi bir turlarida bu texnologik jihatdan ancha qimmat turadi. Shuning uchun ham texnologiya imkoniyat beradigan mamlakatlarda ularning ulushi katta. Dunyo bo'yicha esa albatta barcha mamlakatlarda ulardan foydalanish imkoniyati cheklangan. Xo'sh, mana endi statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak, neft qazib olish bo'yicha yetakchi davlatlarning o'zida yiliga million tonnadan qanchalik qazib olinayotganini ko'rib turibsiz. Xususan, Fors ko'rfazi neftga boyligini yaxshi bilasiz. Meksika qo'ltig'i, shuningdek Shimoliy dengiz va Norvegiya dengizini, shuningdek Rossiyadagi G'arbiy Sibir, Oxota dengizi hududlari, Kaspiy dengizi hududlarida, shuningdek Afrikaning ba'zi bir, masalan, Nigeriyaga o'xshagan Shimoliy Afrika hududlaridagi Nigeriya davlatlari, masalan, Gviney qo'ltig'idagi yoki Shimoliy Afrika hududlaridagi, shuningdek Janubiy Amerikaning shimoliy qismlarida yirik neft zaxiralari borligini yaxshi bilasiz.
Shu asosda ko'rib turibsizki, o'sha qaysi davlatlarning, aynan shu hududlarda joylashgan davlatlarda demak yiliga bir qancha million tonnalab neft qazib olinadi va ular yetakchi davlatlar hisoblanadi. Xo'sh, mana endi tabiiy gaz qazib olish bo'yicha yetakchi davlatlarga keladigan bo'lsak, bular ham asosan deylik gaz zaxiralariga ega bo'lgan mamlakatlarda, xususan o'sha neft zaxiralari mavjud bo'lgan joylarda albatta tabiiy gaz zaxiralari ham bo'ladi. Shuning uchun ham aynan o'sha davlatlarda deylik tabiiy gaz qazib olish hajmi ham katta. Xo'sh, ko'mir qazib olish endi bu albatta aynan qaysi davlatlarda yirik ko'mir zaxiralari bo'lsa, o'sha davlatlar yetakchi hisoblanadi. Xususan o'sha Xitoyni ko'rib turibsiz, masalan Hindiston, Avstraliyaga o'xshagan yoki Indoneziyaga o'xshagan, Polshaga o'xshagan yoki mana Qozog'iston o'zimizning qo'shni davlatini ko'rib turibsiz, yirik zaxiralarga ega. Shuning uchun ham ular ham yetakchi davlatlar qatoriga qo'shilgan. Xo'sh, elektr energetika ishlab chiqarish bo'yicha mintaqalarning ulushiga keladigan bo'lsak, demak ko'rib turibsizki, bu yerda mamlakatlardagi elektr energetika ishlab chiqarishning qanchalik yuqoriligi aynan o'sha mintaqalarda ham o'sha ulushning yuqoriligiga olib keladi. Bu yerda ko'rib turganimizdek, Osiyo, Shimoliy Amerika, Yevropa kabi mintaqalar elektr energiya ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi hisoblanadi. Xo'sh, eng ko'p elektr energiya ishlab chiqaruvchi davlatlar ham aynan mana shunday qatorda joylashgan. Bu yerda albatta faqat yoqilg'i turlaridan foydalanuvchi emas, balki atom energetikasidan foydalanuvchi yoki gidroenergetikadan foydalanuvchi kabi davlatlar ham o'z o'rnini olgan. Masalan, Braziliyada gidroenergetika, ya'ni gidroelektrostansiyalardan energiya olish yuqori rivojlangan bo'lsa, deylik mana Fransiyada misol uchun atom energetikasidan foydalanish darajasi nihoyatda yuqori. Yoki mana Xitoy yoki AQShni oladigan bo'lsak, issiqlik energetikasidan foydalanish nihoyatda yuqori hisoblanadi. Yaponiyada ham atom elektrostansiyalarining ko'pligi bilan ajralib turadi. Xo'sh, va yana bir ko'rsatkich, bu aholi jon boshiga elektr energiya ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi davlatlarni mana ko'rsatyapmiz. Bu yerda endi albatta aholi soni, mamlakatning iqtisodiy ijtimoiy rivojlanganlik darajasiga ham alohida e'tibor qaratgan holda xulosa chiqarish kerak bo'ladi. Endi foydali qazilmalar, ya'ni neft va gaz, shuningdek boshqa yoqilg'i turlariga alohida e'tibor berib qaratdik. Demak, ularni qanday qazib olinadi, ular qanday paydo bo'ladi degan savollar tug'iladi. Neft qazib olish asosan 19-asrda ikkinchi yarmidan keng avj ola boshladi. Asosan o'sha davrlarda neftni qidirib topish va ularni qazib olish anchagina stixiyali, ya'ni tartibsiz ravishda kechgan. Asosiy usul mana ko'rib turganingizdek bosimni oshirish orqali fontan hosil qilib neftni tashqariga chiqarish bo'lgan va shu asosda neftni sotish orqali juda ko'p odamlar demak moddiy boylikka erishgan. Va keyinchalik neftni qazib olishda nasoslar yordamida qazib olish usuli, texnologiyasi shakllandi. Bunda asosan demak yer ostidagi neft zaxiralariga demak burg'a orqali yetib borib, o'sha neftni demak nasoslar orqali tortib olish texnologiyasi shakllangan. Xo'sh, mana ko'rib turganingizdek, Los-Anjelesdagi neft quduqi 1896-yilgi bunda demak asosan o'sha neft quduqlar burg'ularini ko'rib turibsiz, o'sha minoralarni. Bu yerda o'sha neft demak zaxiralar joylashgan joygacha yetkazib boriladi, burg'ulab qazib olib boriladi-da, demak u yerga kuchli bosim ostidagi havo yoki suv jo'natiladi. Natijada demak u yerda joylashgan neft tashqariga fontan bo'lib otilib chiqadi. Mana bunday hovuzlarga to'planadi va o'sha yerlardan yig'ib olinadi. Bu albatta ekologik jihatdan nihoyatda zararli usul, texnologiya hisoblangan. Shuning uchun ham o'sha davrlarda qayerda ko'p neft qazib olingan bo'lsa, ekologik jihatdan anchagina katta zarar ko'rgan hududlar hisoblanadi. Xo'sh, zamonaviy neft qazib olish esa albatta nasoslar yordamida texnologik jihatdan yuqori darajada rivojlangan. Ko'rib turganingizdek, suv ostidagi neft zaxiralari joylashgan neft zaxiralarini ham qazib olish mumkin. Mana Shimoliy dengizda o'sha asosan Norvegiya, Buyuk Britaniya kabi davlatlar qazib oladi bu yerdan. O'sha neft platformasini ko'rib turibsiz. Demak, ana shu suv ostidagi yer qatlamlarida demak neftni nasoslar yordamida qazib so'rib olinadi. Va deylik mana bunday neft quvurlari orqali quruqlik konlarida neft quvurlari orqali quvur transporti shakllangan. Bu juda arzon va tezkor transport texnologiyasi hisoblanadi. Natijada o'sha neftni iste'molchiga va ishlab chiqarishga yetkazib berish anchagina yengillashgan.
Dengiz ostidagi neft konlaridan qazib olingan neft esa mana bunday tankerlarga yuklanadi, ya'ni neft tashuvchi maxsus kemalarga yuklanadi va demak iste'molchilarga yetkazib beriladi. Xo'sh, masalan ko'rib turganingiz neft nasoslari, mana shu neft zaxiralari joylashgan hududlarda shunday nasoslar o'rnatiladi. Ularning tinimsiz ishlashi natijasida o'sha neft zaxiralari neft qazib so'rib olinadi va deylik o'sha sisternalarga yoki o'sha neft saqlanadigan bazalarga joylashtiriladi. Va neftni qayta ishlash degan tushuncha asosan 20-asrning ikkinchi yarmiga tegishli. Neftni qayta ishlash orqali undan juda ko'p turdagi mahsulotlar olinadi. Asosan yonilg'i, benzin, solyarka, dizel yoqilg'isi va hokazo. Undan tashqari albatta parfumeriya, meditsina, oziq-ovqat, yengil sanoat, metallurgiya, mashinasozlik va hokazo barcha tarmoqlar uchun kerak bo'ladigan turli juda keng miqyosdagi mahsulotlar olinadi. Neftni qayta ishlashda albatta bu yerda juda ko'p jarayonlarni o'z ichiga oladi. Masalan, neftni qayta ishlash asosan ikki bosqichdan iborat. Bu birlamchi qayta ishlash bosqich va ikkilamchi bosqich hisoblanadi. Birlamchi bosqichda demak neft birlamchi separatsiyadan o'tkaziladi, ya'ni turli xil aralashmalardan, suvdan va neft gazidan tozalanadi. Shundan keyin esa rektifikatsion kolonkaga jo'natiladi va birlamchi bosqich boshlanadi. Bu yerda yuqori darajadagi atmosfera bosimi natijasida neft qizdirilib, undan demak ko'rib turganingizdek mazut, dizel yoqilg'isi, kerosin va benzinning turli xil darajadagi fraksiyalari ajratib olinadi. Va biz ana shu fraksiyalarning qanchalik qaysi haroratlarda hosil bo'lishini mana bu jadval orqali ko'rsatyapmiz. Bu yuqori sifatli neftni atmosfera haydashda hosil bo'ladigan moddiy balans hisoblanadi. Ya'ni qanchalik yo'qotiladi, qanchasi qaysi mahsulotlarga ketadi. Bu yerda ko'rsatilgan asosiy maqsad agar benzin ajratib olish bo'lsa, albatta undan kerosin ham hosil bo'ladi, dizel yoqilg'isi yoki va nihoyat mazut ham albatta hosil bo'ladi. Eng ko'p miqdorda albatta mazut hosil bo'lishini yaxshi bilasiz. Mazut bu demak mazutdan ham juda ko'p miqdordagi turli xil moylar va boshqa turdagi mahsulotlar olinishi mumkin va uning qoldig'idan bitum, nihoyat o'sha asfalt xomashyosi olinadi. Eng oxirgi ko'rsatkich ana shunday. Xo'sh, sifatli neft bilan sifatsiz neft tushunchasi bor. Sifatli neft deyilganda uning tarkibida uglevodorodlari ko'p bo'ladigan bo'lsa, u sifatli neft hisoblanadi. Agar neftning tarkibida oltin gugurt, parafin, turli xil masalan mumsimon qotishmalar, yana har xil mexanik aralashmalar juda ko'p bo'ladigan bo'lsa, u sifatsiz neft deyiladi. Lekin albatta sifatsiz deyilgani bilan zararli emas, chunki o'sha oltin gugurt yoki boshqa turli aralashmalardan albatta juda ko'p turdagi mahsulotlar ham olinadi. Hozirgi paytda kimyo sanoati, alohida neft kimyosi degan sanoat shakllangan, shuning uchun ham. Shuning uchun biz sifatli deyilganda albatta uni asosan o'sha yonilg'ini olish imkoniyatiga qaratilgan holda mana shu tushunchani ishlatamiz. Xo'sh, demak birinchi bosqichdan mazut hosil bo'ladi deb aytdik. Mazutdan olinadigan turli xil mahsulotlarga e'tibor qaratishimiz mumkin. Masalan, motor yoqilg'isi, dizel yoqilg'isi deb aytiladi. Bu moylar, masalan, turli xil o'sha motor moylari, har xil ehtiyot qismlarini moylaydigan, masalan, solidol yoki nigrol shunga o'xshagan moylarni ko'rsatishimiz mumkin. Parafin, masalan, parafin yaxshi bilasiz, u ham meditsinada ham keng iste'mol buyumlar ishlab chiqarishda ham ishlatiladi, xususan o'sha shamlarni ko'z oldingizga kelgan bo'lsangiz kerak. Serezin ham mumsimon mana shunday modda, bu asosan o'sha parfumeriyada, deylik meditsinada va boshqa sohalarda ishlatiladi va turli xil boshqa mahsulotlar uchun materiallar deb ko'rsatilgan bu yerda albatta. Ya'ni mazutdan turli xil tarkibdagi har xil kimyoviy mahsulotlar olinadigan bo'lsa, ularni turli sohalarda ishlatish mumkin. Va nihoyat qoldiq modda bu gudron deb ataladi yoki bo'lmasa bitum. Aynan o'sha gudrondan demak yoki bitumdan demak asfalt hosil qilinadi. Xo'sh, neftni qayta ishlash ikkilamchi bosqichi endi chuqurlashtiruvchi, sifatni oshiruvchi va boshqa yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Chuqurlashtiruvchi asosan o'sha yonilg'i, benzin, solarka yoki dizel yoqilg'isini yana ham masalan aytaylik tozaroq holatga keltirish holatini aytyapti bu yerda. Masalan katalitik, termik, visbreking, suskokslar va hokazo bularning atamalarining barchasi o'sha neft texnologiyasiga tegishli. Ya'ni turli xil katalizatorlar yordamida tozalash yoki issiqlik yordamida yoki uning tarkibidagi mumson moddalarni butunlay chiqarib yuborish
yoki uni kokslash, masalan quruq haydash orqali yoki suv yordamida va nihoyat o'sha bitum ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonlarni ko'rsatilyapti. Sifatni oshiruvchi, ya'ni uni sifatini yangi turdagi sifatga o'tkazish, ya'ni masalan reforming, gidrotozalash, izomerizatsiyalash bo'ladigan bo'lsa, ya'ni neft mahsulotlaridan endi yangi turdagi mahsulotlar darajasiga o'tkazishni aytilyapti bu yerda. Va boshqa yo'nalishlar, masalan moylar ishlab chiqarish, alkillash, masalan ularning tarkibida alkil moddalarini qo'shish orqali va aromatik uglevodorodlarni ishlab chiqarish, ya'ni turli xil hidlarga ega bo'lgan uglevodorodlarni hosil qilish. Bularning barchasi ko'rib turganingizdek turli xil kimyo sanoatiga tegishli bo'lgan yoki oziq-ovqat yoki yengil sanoatga tegishli bo'lgan sohalarda ishlatiladigan mahsulot, xomashyolar olinadi. Xususan o'sha ta'm beruvchi, hid beruvchi oziq-ovqatlarga masalan aytaylikki moddalar, ularning tez buzilmasligini ta'minlovchi masalan komponentlarni hosil qilish va hokazoki bularni demak juda ko'p miqdorda sanash mumkin. Endi ko'mir sanoatiga keladigan bo'lsak, ko'mirlar asosan shaxta usulida va ochiq usulda qazib olinadi. Mana shaxta usulida asosan yer ostiga chuqur shaxta qaziladi va u yerlardan turli xil yo'nalishlarga demak o'tkaziladi. U yerda texnologik asosda texnika va inson yordamida ko'mirlar qazib olinib, demak yuqoriga tortib chiqariladi. Ochiq usulda esa demak karyer hosil qilinib, demak mana shunday ko'rinishdagi juda ulkan karyerlar hosil bo'ladi va ulardan transport yordamida yuqoriga demak ko'mir qazib tashib olib chiqiladi. Xo'sh, endi ko'mirga keladigan bo'lsak, ko'mir alohida yoqilg'i. Chunki insoniyat buni juda qadimgi davrlardan beri ishlatib keladi yoqilg'i sifatida, undan foydalanib keladi. Ko'mirning yonuvchanligi asosan demak lignitlar degan ataladigan moddalar guruhiga tegishli. Aynan ana shu yarim chirigan mahsulotlarning hosil bo'lishidan demak lignit moddalari hosil bo'ladi va ana shu karbonizatsiya, ya'ni ko'mirlashish jarayonini ana shu lignitlar bajaradi. Xo'sh, mana qo'ng'ir ko'mir, tosh ko'mir masalan. Xo'sh, antratsit. Xo'p, endi ko'mir haqida alohida bir sizga aytib o'tishim kerak bo'lgan gaplar bor. Xususan ko'mir qanday hosil bo'ladi, neft qanday hosil bo'ladi yoki gaz qanday hosil bo'lishi haqida umumiy ravishda aytib o'tadigan bo'lsak, neftning hosil bo'lishi haqida bilasizki ikki xil fikr bor. Bu biogen, ya'ni biologik organizmlarning chirishi natijasida hosil bo'lishi va ikkinchisi demak nobiogen, ya'ni masalan anorganik ravishda, ya'ni elementlarning kimyoviy jarayonlaridagi kimyoviy reaksiyalar asosida neftning hosil bo'lishi haqidagi fikrlar. Bu demak ikkala fikrda ham albatta jon bor. Ya'ni to'liq ravishda birortasini inkor qilib bo'lmaydi. Sababi neftning tarkibi asosan o'sha organik moddalardan iborat. Neft bilan oziqlanuvchi bakteriyalar ham mavjud, hattoki neft hosil qiluvchi va deylik asosan sizga ba'zi bir joylarda eshitib qolgan bo'lishingiz mumkinki, neft hosil bo'lishida 65 million yil oldingi demak meteorit tushishi natijasida qirilib ketgan dinozavrlarning qoldiqlaridan neft hosil bo'lgan deb aytiladi, lekin bu unchalik ham to'g'ri emas. Ya'ni birdaniga hamma joyda o'sha qisman to'g'ri bo'lishi mumkin albatta, lekin neftning hosil bo'lishi jarayoni bu bir necha milliard geologik yillar bilan teng. Ya'ni masalan yer yuzidagi asosan o'sha hayot paydo bo'lgan davrlarda, ya'ni yer yuzida to'liq okeanlar qoplab olgan va hayot bo'lgan davrlarda okeanlarda nihoyatda ko'p turdagi deylik jonivorlar bo'lgan, mikroskopik jonivorlar albatta. Ana shu mikroskopik jonivorlardan tortib to kattalarigacha millionlab yillar davomida ularning qoldiqlari okean tublariga cho'kib boravergan va juda yirik qatlamlar hosil bo'ladi. Bundan bilasiz, million yillar davomida, bir necha milliard yil davomida hattoki va ular yer osti qatlamlaridan qatlam hosil qilgandan keyin demak zichlik va haroratning ortib borishi natijasida ularning chirindilaridan neft hosil bo'lgan degan tushunchalar bor. Albatta bu tektonik jarayonlar bilan ham bog'liq, ya'ni quruqlik va suv o'rtasidagi deylik aloqalar o'zgarib o'sha suv tubi
keyinchalik yerning quruqlik tubiga aylanib qolishi natijasida, ya'ni deylik vulqonlar otilishi, yer qimirlashi, platformalarni siljishi natijasida bir vaqtlar okean tubi bo'lgan hududlar keyinchalik quruqlikka chiqib qolib, ularning demak o'sha yer qobig'idagi pastki qatlamlar, juda chuqur qatlamlarga tushib qolganligi natijasida bosim va haroratning oshib ketishi o'sha chirindilardan neftni hosil qilgan degan fikr bor. Mana shuning uchun ham hozirgi eng yirik neft zaxiralari bir vaqtlar yirik okean bo'lgan, ya'ni bir vaqtlar deganimiz bir necha million yillar, 100 million, 1 milliard yillar oldingi okean bo'lgan, okean tubi bo'lgan hududlarga, qatlamlarga tegishli joylarda hosil bo'lyapti. Endi anorganik hosil bo'lish haqidagi fikr haqida aytadigan bo'lsak, neftning hosil bo'lishi asosan platforma yoriqlari va chetlaridagi demak chetlarida o'sha mantiyadan oqib chiqadigan vodorod temirli suvning demak mantiyadagi shunday suv oqib chiqadi va platforma yoriqlari hamda siniqlari chetida hosil bo'ladigan kristalsimon moddalar oralig'ida ana shu ular neftga aylanadi degan fikr ham bor. Buni demak tadqiqotchilar bir qancha sinovlar natijasida shunday xulosaga kelishgan. Buni ham to'liq inkor qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham aytaylik, qanday hosil bo'lmasin, albatta neft bu deylik juda qimmatbaho yoqilg'i hisoblanadi hozirgi paytda. Gazga keladigan bo'lsak, gaz ham aynan mana shunday tushuncha asosida, ya'ni deylik organizmlarning chirishi natijasida, ularning organizmlarning qoldiqlarining qatlam hosil qilishi natijasida deylik slanesli qatlamlar hosil bo'ladi yoki o'sha neftli qatlamlar yaqinida mana shunday gazli zaxiralar hosil bo'lib qoladi. Aynan shuning uchun ham qayerdagi neft konlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda gazning ham yirik zaxiralari bor. Xo'sh, endi ko'mirga keladigan bo'lsak, endi aniq o'sha aynan deylik organik kelib chiqishga ega ekanligi shak shubhasiz. Sababi ko'mir hosil bo'lish jarayoni hozir ham boryapti. Albatta ularning to'liq ko'mirga aylanishi keyinchalik masalan geologik jarayonlar bilan bog'liq. Siz demak mo'tadil mintaqaning o'rmonli hududlaridagi torf botqoqliklari haqida eshitgansiz. Torf botqoqliklari aynan nimadan hosil bo'lishini ham yaxshi bilasiz. Ya'ni o'sha o'rmonlardagi aynan shu ko'llarda sfagnum degan moh o'sadi. Bu moh demak qatlamlar hosil qilgan holda yillar davomida bir-birining ustida hosil qilib boraveradi. Uning tarkibida demak o'sha suv, ya'ni o'sha ko'lni to'liq qoplab olish darajasigacha yetib boradi. Ko'lga tushadigan o'simlik barglari, shoxlari va tanalari, ya'ni daraxt tanalari aynan mana shu mohli muhitga tushadi. Mohli muhitda esa albatta kislorod juda kam bo'ladi. Natijada ularning chirish jarayoni nihoyatda sekin bo'ladi. Ya'ni kislorodsiz hududda chirish jarayoni sekin boradi va chala chirish holati yuzaga kelib qoladi. Ana shunday qatlamlarning hosil bo'lishi natijasida bu ko'llar asta-sekinlik bilan botqoqlikka aylanib qolib, demak torf hosil bo'lishini siz yaxshi bilasiz. Torf esa yarim chirigan ana shu deylik o'simliklar qoldiqlari va sfagnum mohining aralashmasi hisoblanadi. Xo'sh, va ularni qirqib olib, quritib bemalol demak yoqilg'i sifatida ishlatish mumkin. Endi bundan 300 million yillar, 400 million yil oldingi tosh ko'mir va devon davrlarida yer yuzida nihoyatda botqoqlik, suvli muhit bo'lgan, o'simliklar juda daraxtsimon shaklda juda ham katta, ulkan o'simliklar o'sgan, yer yuzini to'liq o'simliklar qoplab olgan davr bo'ladi va keyingi davrlarga kelib ana shu o'simliklarning chirindilari deylik o'sha suvli botqoqlik muhitlarda qolib ketavergan va keyingi qurg'oqchilik davrlarida, ya'ni o'simlik o'sha suv va quruqlik o'rtasidagi aloqalarning o'zgarishi keyingi geologik davrlarda bu chirigan o'simlik qoldiqlarining yer osti qobiqlariga tushib qolishiga sabab bo'ladi va bosim va harorat o'zgarishi natijasida qanchalik chuqurga kirib borgan sari ko'mirning xususiyatlari o'zgarib boradi. Xususan demak aytish mumkinki, xo'sh, 1 kilometr qalinlikdagi yotqiziqlarning bosimi natijasida 20 metr qalinlikdagi torfdan 4 metr qalinlikdagi qo'ng'ir ko'mir hosil bo'ladi. O'simlik materiallarining ko'milish chuqurligi 3 kilometrga yetsa, shunday qalinlikdagi torf, ya'ni 20 metr qalinlikdagi torfdan 2 metr qalinlikdagi tosh ko'mir hosil bo'ladi. Va 6 kilometr chuqurlikda esa 20 metr qalinlikdagi torf yuqori harorat natijasida 1,5 metr qalinlikdagi antratsitga aylanadi degan
fikr aytiladi va bu isbotlangan. Hozir ham ana shu torf botqoqlari keyinchalik agar tegilmasa va oradan bir necha 100 millionlar o'tadigan bo'lsa, albatta tosh ko'mirga aylanishi mumkin. Qachonki ular albatta ana shu chuqurliklargacha tushib qolishi kerak. Demak, lekin bitta qarshi fikr aytiladi. Ya'ni lignitlar bilan asosan zamburug'lar oziqlanadi. Demak, bundan 300 million 400 million yil oldingi o'rmonlarning chirindilarining tosh ko'mirga aylanish jarayoni bu oson kechgan bo'lsa, ya'ni shu million yillar davomida ularga zamburug'lar, o'sha davrda zamburug'larning bo'lmaganligi sabablidir. Hozirgi zamonda esa demak zamburug'larning bir necha yuzlab, minglab turlari bor. Bu faqat qo'zg'orni emas, albatta siz bilgan. Va ular asosan lignin moddasi bilan oziqlanadi, ya'ni chirigan mahsulotlar bilan oziqlanadi. Shuning uchun ham torf botqoqliklarini albatta ular to ko'mirga aylanguncha yetkazmasligi ham mumkin. Ulardan demak to'liq ravishda oziqlanib yuborishi ham mumkin. Xo'sh, demak keyingi davrlarda aynan mana shu juda chuqur qatlamlarga tushib qolgan chirindi moddalar ko'mirga aylangandan keyingi davrlarda yer qimirlashlari va qonatishlar natijasida yuzaroq qatlamlarga chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Natijada yirik ko'mir konlari ana shu hududlarda paydo bo'ladi. Endi bularning bir-biridan farqi nimada degan savol tug'iladi. Ya'ni qo'ng'ir, tosh ko'mir yoki antrasitning bir-biridan farqi shundaki, ularning tarkibidagi uglerodning miqdori bilan belgilanadi. Uglerod miqdori qanchalik yuqori bo'lsa, ular shunchalik yaxshi yonadi, o'zidan issiqlikni yuqori darajada chiqaradi. Shuning uchun ham qo'ng'ir ko'mir demak yongani bilan o'zidan issiqlikni ko'p chiqara olmaydi. Sababi uning tarkibida demak uglerod moddasi nimagacha 65-70% ni tashkil etadi. Tosh ko'mirga keladigan bo'lsak, demak uning tarkibida uglerod moddasi to 75 dan 90% gacha. Shuning uchun ham u juda tez yonib ketmaydi, lekin yongandan keyin issiqlikni o'zidan yaxshi uzoq vaqt yonadi va issiqlik yaxshi chiqaradi. Antrasit esa uning tarkibida uglerod moddasi deyarli demak 95% ni tashkil etadi. Uni yonishi nihoyatda qiyin, lekin yongandan keyin nihoyatda yuqori darajadagi issiqlik chiqaradi. Shuning uchun ham antrasitdan metallurgiya sanoatida foydalaniladi. Ya'ni o'sha metal pechlarida yoqilg'i sifatida foydalaniladi. Uni demak aholi sifatida, uni yoqilg'i sifatida agar yoqmoqchi bo'lsangiz uzoq vaqt urinishiga to'g'ri keladi. Ya'ni unga tagidan hattoki kislorod yuborib yoqishga to'g'ri keladi. Xo'sh, endi ana shu antrasit agar yana ham chuqur qatlamlarga tushib qoladigan bo'lsa, anchagina chuqur qatlamlarga tushadigan bo'lsa va unga bosim yuqori darajada bo'ladigan bo'lsa, grafitga aylanadi, undan keyin esa olmosga aylanadi va hokazo ana shu darajaga yetib borishi mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, yer yuzidagi grafit va olmos zaxiralari ham aynan mana shu qadimgi geologik davrlardagi yer yuzida eng ko'p o'sgan o'simliklar davriga to'g'ri kelar ekan. O'shalarning sharofati bilan yer yuzida olmos va grafit konlari ham hosil bo'lganligini aytib o'tishimiz kerak. Xo'sh, endi mana gaz qazib olish jarayoniga keladigan bo'lsak, gaz zaxiralari ham aynan slonistli qatlamlarda hosil bo'ladi. Shuningdek, botqoq gazi sifatida metanni ham aytishimiz mumkin. Ya'ni har qanday chirigan hududlarda chiriydigan mahsulotlar, ya'ni organik kelib chiqishdagi chirigan moddalardan gaz ajralib chiqadi. Bu metan gazi aynan tabiiy gaz hisoblanadi. Yer ostidagi qatlamlardagi gaz esa albatta aynan mana shu chirigan mahsulotlardan hosil bo'lgan gaz hisoblanadi va ular o'sha qatlamlarda to'liq ravishda bog'lanib turibdi. Shuning uchun ham ularni qazib olib ishlatish mumkin. Endi botqoq gazlardan yoki chirindi mahsulotlarini ham biron bir idishga yoki deylik rezervuarga qamab undan ham foydalanish mumkin. Buni ham albatta masalan odamlar o'zlarining uylarida hattoki o'sha go'ngdan yoki chirigan barglardan gaz hosil qilib yoqib ishlatayotganligini siz bilsangiz kerak. Xo'sh, demak, hozirgi texnologiyalar albatta suv ostidagi yer osti qatlamlaridan ham gazni qazib olish imkoniyatini beradi va ular ham aynan ana shunaqangi tankerlarda, ya'ni masalan alohida gaz uchun ishlab chiqariladigan maxsus rezervuarli tankerlarda tashiladi. Xo'sh, endi elektr tokiga keladigan bo'lsak, elektr toki nimaligini yaxshi bilasiz. O'zgaruvchan va o'zgarmas tok deb atalgan tushunchalarni ham bilasiz.
O'zgarmas tok bu demak akkumulyatorlarda va batareyalarda bo'ladi. O'zgaruvchan tok esa albatta demak generator orqali ishlab chiqariladigan tok, bu o'zgaruvchan tok hisoblanadi. Bu yerda biz o'zgarmas tok dvigatelini ko'rsatganmiz, xususan asosan magnit maydonni hosil qilish natijasida, ya'ni elektromagnit hosil bo'ladi, natijada elektr toki hosil bo'lishi ko'rsatilgan. Bu demak o'rta asrlarda keyingi yangi davrlarda Yevropa olimlari tomonidan ixtiro qilingan mana shunaqangi uskunalar demak elektr tokini hosil qilish imkoniyatini bergan. Demak elektr energiyasini biz gidroelektrostansiyalardan hosil qilinadi deb aytdik. Buning uchun albatta asosan tabiiy omilga suyanadi, ya'ni yirik daryo kerak bo'ladi. Bu yerda o'zining kuchli oqimiga ega bo'lgan daryolar kerak bo'ladi. Masalan, tekisliklar yoki tog' daryolarda ana shunday to'g'onlar qurilib, demak ularning oqimi yo'naltiriladi. Ana shu oqim kuchida turbinalar aylanib, demak generatorga harakat uzatiladi, ya'ni mexanik harakat bu yerda elektr energiyasiga, ya'ni mexanik energiya bu yerda elektr energiyasiga aylanadi va transformatorlar yordamida ularni demak elektr uzatish liniyalariga uzatib, demak nimaga iste'molchilarga uzatish mumkin. Xo'sh, issiqlik elektrostansiyasining ishlashi asosan bu dvigatelning ishlashiga o'xshab ketadi. Bunda asosan ko'rib turganingizdek yoqilg'i bu yerda ko'mir sifatida ko'rsatilgan, yoqilg'i yoqiladi va suv isitiladi. Suvdan hosil bo'layotgan bug' yordamida demak turbinalarga uzatilib, bug'ning kuchi bilan turbina aylantirib, elektrogeneratorlarga harakat uzatiladi, natijada elektr energiyasi hosil bo'ladi. Shuning uchun ham issiqlik elektrostansiyalarida suvning aylanib turishi, ya'ni sovutish, sovib isigan qaynagan suvning qaytadan sovitilib uzatiladigan uskunalari mavjudligini ko'rib turasiz. Bu yerda demak yirik ko'p miqdorda suv kerak bo'ladi, shuningdek ko'p miqdorda yoqilg'i kerak bo'ladi. Lekin shuni yaxshi bilingki, gidroelektrostansiyalardan ko'ra issiqlik elektrostansiyalarida demak elektr energiya hosil qilish samaraliroq, chunki buni to'xtovsiz, uzluksiz ishlatish mumkin. Masalan, fasl yoki boshqa omillarga suyanmaydi, chunki daryolarda suv birdan ko'payib ketishi mumkin, kamayib ketishi mumkin. Bu iqlimga bog'liq xususiyatlari bor uning. Issiqlik elektrostansiyalarida esa demak bu yerda asosan inson nazorati ostida doimiy ravishda ishlatib, undan elektr energiyasini hosil qilishni uzluksiz ravishda yo'lga qo'yish mumkin. Shuningdek, atom elektrostansiyalarini ham aytadigan bo'lsak, uning ishlash prinsipi ham issiqlik elektrostansiyasiga o'xshab ketadi. Asosan bu yerda demak yoqilg'i qozon ishlatiladigan pechning o'rnini demak atom reaktori bajaradi. Ya'ni atom reaktori da bu yerda demak yadro reaksiyasi amalga oshiriladi. Yadro reaksiyasi natijasida hosil bo'lgan nihoyatda katta issiqlik energiyasi demak suvni isitib, uni bug'lantirishga olib keladi. Ya'ni bug' yordamida keyin turbina aylantiriladi. Ana shu kuch generatorga uzatiladi, generatorda elektr toki hosil bo'ladi va natijada liniyalar orqali demak uni iste'molchiga uzatish mumkin. Albatta bu yerda demak siz fizika fanidan yaxshi bilasiz. Parchalangan atomning parchalanishi, uni zanjir reaksiyasi, undan demak hosil bo'lgan energiya nimaligini siz fizika fanidan yaxshi bilasiz. Agar bu haqda qo'shimcha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, demak savollar orqali murojaat qilib demak ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'sh, issiqlik elektrostansiyasi tashqi ko'rinishi va elektr uzatish liniyalari qanaqa ekanini siz o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Ular har xil turda bo'ladi, ya'ni demak atom elektrostansiyalarida elektr energiya ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi davlatlarni ko'rib turibsiz. Bu yerda asosan rivojlangan davlatlarda bu narsani amalga oshirish mumkin, chunki atom elektrostansiyalarini qurish, ularda demak nazorat qilish, ulardagi amaliyotni ishga tushirish, undan demak uni ishga tushirishda juda yuqori malakali mutaxassislar kerak bo'ladi, juda kuchli nazorat kerak bo'ladi. Demak texnologik jihatdan nihoyatda murakkab jarayonlar amalga oshiriladi. Shuning uchun ham bu yerda rivojlangan davlatlar asosan mana shu atom elektrostansiyalaridan foydalanib keladi. Va noan'anaviy energiya manbalari deyilgan tushunchani siz eshitgansiz. Bu yerda biz asosan mana shamol parraklarini ko'rsatganmiz. Ana shu shamol parraklari yordamida ham, parrak yordamida
demak harakat natijasida elektr energiya hosil qilish mumkin. Qachonki demak albatta shamol doimiy esadigan va kuchli bir tekis esadigan hududlar bo'lishi kerak. Xususan o'sha Yevropaning shimoliy hududlarida, Shimoliy Germaniyada, masalan Niderlandiya hududlarida shamol esishining o'ziga xos bir tartibi bor. Shuning uchun ham ular ana shu shamol energiyasidan samarali foydalanib kelishadi. Demak, har qanday mamlakatda ham aynan mana shunday shamollar esib turadigan hududlar bo'lishi mumkin albatta. Bu shamol demak ham mavsumiy yoki boshqa jihatlardan ko'ra yil davomida o'ziga xos ravishda esadigan shamol bo'lishi kerak. Shuning uchun ham ana shu hududlardagina mana shunday samarali shamol energiyasidan foydalanish imkoniyati bor. Agar shamol bo'lmaydigan davrlar bo'ladigan bo'lsa, uzoq muddatli, demak bundan foydalanish imkoniyatlari ancha cheklanib qoladi. Shuning bilan demak biz yoqilg'i energetikasi haqidagi suhbatimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Yanagi boshqa qo'shimcha mavzularda, suhbatlarda uchrashgunimizcha